Obod tumani 16-kvartali ro'parasidagi Xonsaroy Novostroyka okeandan 2 xonali uyimiz chiqyapti. 2 xona 11-etaj uyimiz. Bu yog'imiz mana kuxnyamiz bo'lyapti. Kuxnyasidan ko'rsatib bo'ladi. Katta keng qilingan. Uyimiz ham 70 kvadrat ekan. Bir chekkadan boshlaymiz. To'g'rimizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Kirganimizda o'ng qo'limizda mana bunaqa stroyli mebellarni qilib ketishgan. Bu yoqqa oynalar ham qo'yib ketishibdi. Zo'r qilib qo'yishibdi. Va hovlimiz ham mana katta keng bo'lgan ekan. Sanuzorimiz alohida. Bu yog'imizda vannamiz bo'lyapti. Vannasi ham katta keng bo'libdi. Bu yog'imizda tualetimiz bo'lyapti mana. Oshxonamizda balkonlari ham bor. Ko'rsatib bo'ladi. Chap qo'limizda spalniyimiz bo'lyapti. Spalniysi ham chiroyli qilib dekorativniy qilib remont qilib qo'yishibdi, mana ko'rsatib bo'ladi. Xonalar katta 70 kvadrat plus 12 kvadrat balkon. Bu yog'imizda zalimiz bo'lyapti mana. Zallari ham katta keng bo'lgan, chiroyli qilib qo'yishibdi. Hop, uyimizdan narxi kelamiz. Narxini 79 ming so'rashyapti. Sunnatiga ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerga telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar.